Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hayotimizga psixologiya 19 darsimiz. Xush keldinglar. O'tgan soatlik darsimizda biz masala hal qilish to'g'risida to'xtalgandik. Bu soatlik darsimizda inshaalloh masala hal qilishda ishlatiladigan taktikalar bilan tanishib chiqamiz. Bugungi darsimizda tanishadigan taktikamiz bo'lsa, menga borni. Menga borni inglizchada brainstorming, turkchada beyin fırtınası deb atilgan bo'lib, yani başqalarını tanqid qilishdan hech ansirmasdan fikrlarini rahat holda ifodalay oladigan guruh ichi munozir taktikasi. Buni biz keyinroq so'zlaymiz. Yani guruh ichida emas, amaliyotda shaxsiy holda, o'zimiz yolg'iz holda yoki bir oila bo'lsin, hatto ikki odammi qig'il bo'ldi. Endi bu menga bo'rini o'tirib chiqqan fikrlarning amaliyotda sufti emas, balki sonining ko'p bo'lishi kerak muhim. Buni menda o'ylasak bo'ldi. Yani kallimizga kelgandan so'ng hammani deb beqish, mayli u amaliy bo'lsin, bo'lmasin, qiziqarli bo'lsin yoki hech munosabat yo'q bo'lsin, ashtan hammani deb qog'ozga yozib chiqarishni shu menga bo'rini deb ataymiz. Mana xuddi shu doskadagi yozilganga o'xshash. Eng o'tirsa halqiliq so'z bo'ldi. Biz bugun mush to'g'risida munozirlashmoqchi bo'lgan va atrofiga shuning bilan munosabatli bo'lganning hammani yozamiz. 10 kishi bo'lsin, 5 kishi bo'lsa, tabay deganda 2 kishi, hattoki 1 kishi bo'lsin, kallasiga kelganning hammani deydi, yozdi. Mush shaklda davom qildi va eng oxiriga kelgan chaqda, vaqt to'shqan chaqda oshning ichidagi negizli kerak mos keldiganlarni degandek tatib ilib chiqish jarayoni. Endi bu menga bo'rinning foydalari guruhining butun uchurlarni va tajribalarni o'tirib qo'yishiga yordamchi bo'ldi. Yangilik va ijodiylikni boshlaydi. Asosliq maqsadi shu menga bo'rinning foydalarining ichida va maqsadning ichida shu yangilikni yechish. Yani yangilikni barliq keltirish va ijodiylikni barliq keltirish. Ondan yana birisi guruhdagi har bir aylarning qatnasha olishiga fursat yaratib berdi. Chunki buningda to'g'ri so'zladi, xato so'zladi yoki mantiqli so'zladi, mantiqsiz bo'ldi degandek bir ko'z qarashlar o'tirib qo'yilmaydigan bo'lgandan keyin guruhning ichidagi masalan odatda bek yaxshi so'zlab ketadiganlarmi nima bo'lsin bayon qilaverdi. Ondan keyin o'ziga ishonmaydigan yoki bo'lmasa mening deganlarim odatda ko'zga ilinib ketmaydi degan odamni o'zining demakchug'ini o'tirib qo'ya oladi. Chunki bu bir boshdan keldi. Inshaalloh biz qoida qismida buni so'zlaymiz. Masalan, sog'lomlik haqida. Sol tarafdagi rasm qarasanglar, sog'lomlik haqida ilib berilgan menga bo'rin texnikasida. Sog'lomlik haqida masalan, manda ishlarningki sog'lomlikqa foydasi bor. Masalan, muhitni yaxshilash, fiziologik faoliyatlarga qatnashib berish, albatta gen bilan munosabatli sog'lomlik, sog'lom odamningki ota-onasi sog'lom bo'lsa, ota-onasidan bir oylik gendan kelgan kasalliklar bo'lmasa yoki irsiy kasalliklar bo'lmagan odam teg'inbek sog'lom bo'ldi, to'g'ri? Uningki masalan tomoqqa diqqat qilish, ba'zi bir qism sog'lomlik dorilarga ichish, ruhiy sog'lomlik qismiga bakrak diqqat qilish, o'ziningki qiziqishini oshirish, bir oila qurish, yaxshi bo'lgan kayfiyat, eng muhimi e'tiqod degandeklarning hammasidanki bir odamning sog'lomligiga foydasi bor. Bularning hammasini bir-birlab o'tirib, balkim buningda jiq bo'lishi mumkin. Agar xohlasangiz o'zingiz o'ltirib, bir necha odam bilan o'ltirib, qanday qilsak biz eng sog'lom bo'lamiz degan temani o'tirib tashlagandan keyin hamma odamning degan fikrni bushta atrofiga yezib sinab baqsak bo'ldi inshaalloh. Mengimizdan qanday bo'ron chiqaramiz? Yani demoqchi bo'lamiz, shu menga bo'rini taktikasini qanday ishlatamiz? Eng oldi bilan guruhi boshlig'i mush menga bo'rinish uchun temini aniq o'tirib qo'yish kerak. Qanday temini o'tirib qo'yamiz? Es qilgan bo'lsanglar, yana bu menga bo'rini degan gap har ikki masalanga bir akademik ish qilganlarning yo guruhi bilan ilqini tadqiqot olib borganlarning emas, amaliyot bir oila ichidagi oila a'zolarining bo'lsin. Ya hatto shu bir kishi o'zininki bir planlarini tuzish har jihatda qilsa bo'ladigan bir ish. Masalan, sol tarafdagi misolga qarasak, biz qayerda to'y qilsak bo'lar, ya'ni to'yimizni qayerda deb borsak bo'lar degan bir tem ekan. Masalan, birsi Las Vegasda qilaylik debdi, bu albatta chet elda e'longa material bo'lgan-ki. Yana birsi Cherkovda qilaylik debdi, botanik parkda qilaylik debdi. Yana birsi tuqqanlarningki keyin o'ylisida qilaylik debdi. Deganga o'xshash, masalan, u yerda gullar bor, undan keyin sirtning muhiti yaxshi, yana birsi yana bir qandaq degandek, endi hammasi har xil fikrlarni o'tirib qo'yibdi. Shunga o'xshash, endi menga bo'rinda hamma fikrlarning hammasi yozildi va mushning ichida yana qaytadan qarab chiqqandan keyin o'zaro silishtirgandan keyin kerak mantiqliqlari tanlab chiqildi. Ondan biz cho'qim aniq vaqt belgilashimiz kerak. Bir kecha o'tirib, albatta kalga hamma narsa kelaverdi. Masalan, 1 soat, yo yarim soat, yo 2 soat degandek muqim bir vaqtni belgilash
qilishimiz kerak. Uchinchidan, guruhdagi har a'zo navbat bilan bir fikrni o'tirib qo'ydi. Mendan o'tib ketib, yana bir a'zo so'zlab bo'lgandan keyin asli yana 3, 4, 5 a'zo bo'lgan bo'lsa, men birinchi a'zo yana qaytadan o'zimning fikrini o'tirib qo'yasam bo'lmaydi. Men cho'qim 10 a'zo bo'lsa, 10 elanning hammasini gap tugab bo'lgandan keyin, uningdagi menga kelganda vaqt bor bo'lsa, fikrimni bayon qilishim kerak. Şunlaşqa bu grupdagi hammalarga nayta adil muomala qildi, hammasining fikrini oladigan yaxshi bir taktika. Ondan to'rtinchisi bu yerda fikrlarningki sonining ko'p bo'lishi hammadan muhim. Bizda o'qimish mingi bo'riningki asli maqsadi yangilik fikrlarni qizib chiqish. Masalan, grupdagi asldilla fikr bayon qiladigan, asldilla hamma ishlarni planlab turib oladigan shunday kishilar bo'ldi. Bu kishilarningki ramkasidan chiqib ketishini, har qatlamliq faoliyatlar, har qatlamliq ishlar shu kishilarni o'rlashtirishi bo'yicha bo'lsa, balkim yangilikdan yiroqlashib ketishimiz mumkin. Shunlashqa biz hamda yangi ijodchilikka ega bo'laylik deb qalsak, grupdagi hammalar fikr qatnashtirsa, balkim yangi bo'lgan, alayda bo'lgan ko'z qarashlar o'tirib chiqib qolishi mumkin. Shunga bu menga bo'rinni men bek alayda tavsiya qilman. Garchi bu yerdagi ma'lum bir kishining fikri tiyim bilan munosabatsiz bo'lsa-mu, ammo u odamning kalasiga shu fikr keldi deganlik oldida so'zlagan ma'lum birsiningki fikri bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Shu buni nazardan saqit qilmaslik kerak. Va yoki mushu markaziy ideyaga yordamchi bo'lgan ma'lum bir fikrningki yondashma yordamchi bo'lishi mumkin deganda hamma fikrlarni yozib boqqandan albatta foydasi bo'ldi inshaalloh. Har qanday ishning hattoki o'yinlarning qoidasi bo'lganga o'xshash menga bo'rinning albatta qoidalar bo'ldi. Har a'zo bir qitimda faqat birli fikr o'tirib qo'ydi. Men buni deb bo'ldim. Undan keyin fikrlar aylanma shaklda birdan o'tirib qo'yildi. Undan keyin fikrlar o'tirib qo'yilganda hech qanday tushundirish yoki tanqid qilmaydi. Masalan, men bir fikrni o'tirib qo'ydim, uni tushuntirib qilib ketishimning hojati yo'q. Endi men alayda bir isbiy so'zlarni o'tirib qo'ymsamlar, men bu shu fikrimni bayon qildim, yozilsin bo'ldi. Am jihlat tushunamagan bo'lsa, tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Lekin o'zimnikini axlab yoki qarshi birasi uni tanqid qilib yo masxir qilib qilishning hojati yo'q. Fikrlar savolga tortilmaydi, masxir qilinmaydi. Uningdagi tezlik bilan bir kishidan yana bir kishiga o'tib ketadi. Ya'ni nimishqa biz bo'ron deymiz, turkchada mufirtina deydi degan chaqda bu bo'ron albatta kuchli ham tez bo'ldi. Maqsad jiq narsalarni uçuruş. To'xtamay jiq narsalarni uçurib quyun chiqarish. Shuna bo'lganki, bu menga bo'rinimi tezlik bilan bo'lgan chaqda yangi ideya shaq chiqadi. Agar ostib qolsa, bu hammalar o'ylab o'tirib eng yaxshisini deyman degan vaqtida fikrlar qiliplashib qoldi, ramkasiga kirib qoldi, ham boshqalarning fikrini o'ylab qolamiz. Masalan, o'ldirmay o'ylab deyilgan gap qanday bo'ldi? Ma gapni qilsam palonchimda deb qolarmi, pukunchimda deb qolarmi deb hammasini bir boshdan randilayotgandan keyin deyilgan gaplar o'tirib chiqdi. Lekin menga bo'rinda qanday bo'ldi? Kalamiz nima kelsa shuni tezlik bilan deyishimiz, bütün a'zolar hammasi tezlik bilan deyish kerak. Munozara bosqichiga keldik. Ya'ni bütün yezil bo'ldi. Sol taraf qarasanglar masalan shunga o'xshash bütün yezil bo'ldi. Yezil bo'lgandan keyin tamomlangandan keyin munozara qismi keldi. Am munozara qismiga kelgan chaqda o'tirib qo'yilgan fikrlar munozara qilish orqali nima ishkaligi aniqlab chiqildi. Bu bosqichdan keyin guruh a'zolari ma'lum bir fikrga ham fikr olgan bo'lsa, demak bugungi natija shu bo'lgan bo'ldi. Ammo majburiy hamma cho'qim ham fikr bo'linglar deganlik emas. Do'stga yo'q sharoitda har xil qog'ozlarga yozib choplashga bo'ldi. Choplagandan keyin masalan bir qism fikrlarni evitishimiz mumkin. Ba'zi fikrlar o'xshab qolgan bo'lsa, guruhlasak bo'ldi. Mashqisini tanqisaq o'g'lak yo'msa, mashqisining ichida mashqisi o'xshab qolgan, ma'ni qilaylik, ma'ni qilmasaqmi bo'g'dek deganga o'xshash guruhlasak bo'ldi. Men bo'rinni yolg'iz kishi qilsak bo'ldi hatto. Nimishqa hammadan men bilan chiqishamaydi yoki nimishqa men hammadan bilan chiqishamayman degan bir markaziy ideyani cho'rdigan holda bütün fikrlaringizni yozib chiqing. Masalan, men davomli shunda guruhlik davolashlarda mushu usulni qo'llanaman. Masalan, nimishqa hammadan men bilan chiqishamaydi yoki bo'lmasa boshqalar meni nimishqa davomli bo'za qildi yoki men nimishqa o'zimga ishonmayman degandek sizni doim beorom qiladigan savollar bo'lsa, mushu savollarni o'tirg'i qo'ygandan keyin o'zingiz mushunga tava bo'lgan hamma ishni yozing. Mushunga o'xshash har xil qog'ozlarga yozsangiz bo'ldi yoki ma'noga o'xshash mini xaritasi tuzib chiqsangiz bo'ldi. Biz mini bo'rinni tushuntirish jarayonida nechaga mini xaritlarni ko'rdik. Masalan, mini xaritasi deganimiz dal mushunga o'xshash xarita. O'ttirdi markaziy ideya bo'ldi, mingimiz bo'ldi va mingimizdan chiqqan har xil nervlar va bu nervlarning uchlaridan yana
şaxlanıp manğan nervlar bo'ldi. Ya'ni miya xaritasi haqiqatan miyadagi tafakkur qilish yo'linishga o'xshaydi. Miya bo'rini taktikasini miya xaritasi orqali yozib chiqsangiz bak yaxshi bo'ldi. Endi miya bo'rini qilmagan vaqtingizdami o'zingiz amaliyotda masalan bir ishlardan xotir qoldirayotgan yoki bo'lmasa darslarning xotirasini qoldirayotgan yoki bo'lmasa har qanday bir narsa yozayotgan vaqtida miya xaritasini foydalansangiz bak yaxshi bo'ladi. Masalan bu xaritada 2022-yillik vaqt plani tuzib chiqibdi. Masalan, oilamdagilarga, do'stlarimdagilarga nisbatan qanday qilman, ko'proq telefon qilman, uningki pul yig'ish haqida, sog'lomlik haqida, kasbiy haqida, orom olish haqida, masalan, uning o'zininki fikrini texmi avatlashtirish degandek har xil temalar haqida shaxchilarga ayirganki va u shaxchilarda qanday qilsam mush maqsad yeta olaman deganni bir yillik planni haqiqatan mushunda bir xaritaga sig'dirib ketgan bo'ldi. Buningda ham menga bo'rin chiqarg'il bo'ldi. Menga bo'rin chiqarish orqali bütün kalamızga kelgan. Masalan, normal klassik yozmalarda bo'lsa, biz bir varaqqa 2022-yili men manda qilaman. Avval masalan tuqqanlarimga yoki do'stlarimga nisbatan deb bütün tuqqan bilan do'stlik yozsiz u joyda. Unki pul yig'ishga nisbatan deb pul yig'ish to'g'risida qilsiz. Lekin men menga bo'rinda har vaqt masalan siz pul yig'ish to'g'risidagi o'ylaringizni yozayotgan vaqtingiz tuyuqsiz sog'lomlik haqida bir narsa kalingizga kelgan bo'lsa, berib sog'lomlikni yozaversangiz bo'ldi. Sog'lomlikni yozib etib turib undan keyin kasb jihatda ilgarilash haqida bir narsa kalingizga kelgan bo'lsa, uni yozsangiz bo'ldi. Yoki hatto cho'ng bo'lgan bir yillik plan bo'lsa, 2022-yilga bog'lab turib yana bir narsa yozsangiz bo'ldi. Bu miya xaritasining foydali bir yeri shu. Endi yana bir planni ko'rib baqsak, bu plan ta'til plani ekan va ko'pchilikka men tavsiya qildig'im, biz bir yerlarga sayohat qilib borsak, har doim bir narsalarni unutib qolishimiz mumkin yoki bir ishlarni yaxshi o'rlashtira olmasligimiz mumkin. Shunlashqa oldin bir plan tuzib olsak, masalan, biletni qanday olamiz, aeroplanda boramdiq, avtobusda boramdiq, poyezdda boramdiq, undan keyin u yerga borganki qanday yerlarni ko'ramiz, shu yerdan qaytib keldik, opla yilqi yerga bormadik, oyoq bordik, asli oyoq borman deb turib berib boshqa yerga berib deganga o'xshash pushaymonlik qilmaymiz. Undan keyin nada qonimiz, birinchi kuni qayerda, ikkinchi kuni qayerda, u yerga qancha pul ketadi, tomoqlar qancha pul ketadi, tomoqni qanday bir taraf qilamiz, mashina ijaraga olib qolsak yoki mashina haydab qolsak, buningki benzin va uning kerakli narsalar, ivoldigan narsalar, masalan, pasport, viza va yoki kitob, kiyim-kechak, sog'lomlikqa doir dorilar, qanday dorilarni bilishim kerak. Hammani o'ltirib turib, buni qattiq tafakkur qilib turib yozishimiz kerak. Shunda bo'lgan chaqda biz hayotni nihoyat rohat qila olamiz, hamma tayyorliklarni puxta qila olamiz. Men bunga o'xshash planlarni bo'lsa oldin qilishinglarni alohida tavsiya qilaman. Bugungi darsimiz mishayichi bo'lsin. Inshaalloh hammalarningki shunga o'xshash taktikalarni yaxshi ishlatib, o'ziningki o'qish va turmush hayotini yaxshi planlay olishini umid qilaman. Ansamanglar, o'zinglarni asranglar. Allohga omonat.